Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk 4 may günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de dokulat bergende Xitayni Şarq Türkistan ve Tibet'teki negizli kişilik hukuka xilaflık kanunlarını özgertishga chaqirgan. Volker Türk 4 may Cenevadagi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de xalqaro kişilik hukuk vaziyetidan dokulat berib mundaq degan. Men yana Xitoy hukumatini mening ishxonam va boshqa kishilik huquq organlarining Xinjiang va Tibet rayonlarini o'z ichiga olgan joylardagi negizli kishilik huquq xiloflik qonun, siyosat va amaliy ijroatlarga qarata bergan tavsiyalarini amaliylashtiriishga chaqiraman. Xitoyga kishilik huquq masalasida kuchli so'z qilmadi deb tanqid qilinib kelayotgan Volker Türk yana Xitoydan tanlash tortish qilish va ovarchilik tug'dirish qatorliq jinoyatlar bilan ayblanib qo'lga ilingan kishilik huquq qo'g'dug'uvchilari va advokatlarni qo'yib berishni talab qilgan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda qazilayotgan darajadan tashqari cho'nqur burg'ulash quduqida dushanba kuni 10,000 metr cho'nqurlik o'tkilidan o'tgan bo'lib, qazish davomlashmoqda ekan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, buning bilan Xitoyning yer qatlamini cho'nqur tekshirish xizmatida mo'yin bo'sish hosil qilingan. Tarim o'ymonliqidagi Taklimakan qumliqining ichki rayoniga joylashgan Shinditaki bir quduqining burg'ulash tamomlangandan keyin cho'nqurligi 11,000 metrga yetishi mo'ljallanmoqda ekan. Bu quduq Xitoyning 10,000 metr cho'nqurlikdan eshib ketgan tunji ilmiy charlash qudug'i bo'ladi ekan. Babilam Xalqaro o'quvchilar jamiyati 2 mart İstanbuldagi Rami kutubxonasida o'tkazilgan davlatlarni tonishtirish kunlari faoliyatida Sharq Turkiston alohida tanishtirildi. Kutubxona zalida yana Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilingan jazo lagerlari, irqiy qirg'inchilik jinoyatiga aloqador suratlar ko'rgazma qilinib, Sharq Turkistonning navbatdagi ig'ir vaziyati tanishtirildi. Onundan boshqa ko'rgazmaga Uyg'ur xalqining yemak-ishmaklari, kiyim-kechaklari, hunar san'at buyumlari va aloqador suratlar tizilgan bo'lib, Uyg'urlarning go'zal madaniyati namoyon qilindi. Olma shirkatining mo'yin bazalarining biri bo'lgan Xitoyda iPhone'ning setilish miqdori 24% tuvanlagan. Shunda qilib, Olma shirkati Xitoydagi aqliy iqtidorli telefon kasbidagi bozor o'lishini yo'qotib, 4-o'ringa tushib qolgan. Eng yangi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, Olma shirkatining Xitoydagi setilish miqdori 2024-yilning oldingi 6 haftasida 24% tuvanlagan. Xabar qilinishicha, Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atritining bayonotchisi Jay Tarri ila ta'minot avatish harakati jarayonida Filippin va Xitoyga ta'vat dengiz qirg'og'i muhofazat kemalarining so'qilib ketganligini bildirdi. Tarrila Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotidagi xodimlarning mas'uliyatsiz va qonunsiz qilmishi sababidan Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atritiga ta'va BRF sindagan paraxoti bilan so'qilib, ozroq ziyon keltirib chiqarganligini bayon qildi. Gollandiyadagi eng chong axborot tashkiloti bo'lgan Gollandiya axborot fondining muxbiri Sjordan Das Xitoydagi bir namoyishni xotirlayotganda soqchilar tarafidan zo'ravonlik bilan to'sib olingan. Bu ish o'tgan oyning oxirida yuz bergan bo'lib, muxbir Dandas vayron bo'lgan Sichuan Toshin guruhining bosh organi oldida namoyish qilgan bir turkum mablag' sog'uvchilarni ziyorat qilayotganda ba'zilari puxroch kiyinib olgan bir turkum Xitoy soqchilarining parakandachiligiga uchragan.